lekin hozir siqilib qolganman. Sababi 1-2 soat oldin Reels tutyapman, Instagramda ko'rib siqilyapman. Nimani men noto'g'ri qilyapman? Nima? Qayerda adashdim deb. Sababi O'zbekistonda turib shunaqa mashinalarda videolar qilishyapti. Takoy, pachka dollarlar sarflashyapti, naleva направо. Bilaman, bu narsa hammasi fakeligi. Lekin o'sha bosim menga ham o'tyapti. Bo'lmasa miyam ishlaydigan odamman, zombi emasman. Amerikada turib panchib chosdan yaxshi yashayman. Xudoga shukr, meni yurgan mashinalarim ham yomon emas. Bu podstavkani hisobga olmasa telefondagini. Endi tasavvur qilinglar, qishloqda hali o'zini realizovat qila olmagan, hali vaqti yetib kelmagan mujiklar ko'rib bu narsani qanchalik siqiladi, qanchalik tushkunlikka tushadi. Qizlar bu narsalarni ko'rib qanchalik o'zlarini erlariga va yigitlarga plankani ko'tarishadi. Bu palon qildi, menga ham palon qilishing kerak deb luboy qizni, luboy erkakni podsoznaniyasiga ongini ostiga uradi, shu narsa olib ketadi. Aytayapman, Amerikada bo'lib turib shu darajada bo'lyapti. Bo'lmasa